Hijoma kursingizda Markaziy Osiyo tabobati tomonidan sertifikat beriladimi? Albatta, shafran hijomada yangilik. Markaziy Osiyo tabobati tibbiyotni o'rganish va rivojlantirish ilmiy tadqiqot institutidan qayd raqamlarga ega qonuniy sertifikat olasiz. Kursimizda siz banka tortilishni emas, hijomani noldan professional tarzda o'rganasiz. Shart tabobati, qon chiqarish usullari, chertma fas hijoma, til tagi hijomasi bolalarda, homilador ayollarda to'g'ri hijoma qilishni, sehrlangan insonlarda to'g'ri nuqtalar tanlab, bemor bilan to'laqonli ishlashni o'rganasiz. Qo'shimchasiga zulik bilan ishlashni, vaginalniy zulik qo'yishni, ko'z ichiga zulik qo'yishni, kasalliklarda nuqtalar bilan ishlashni, ya'ni gruziterapiya mohiyatini tushunasiz. Bonus darslar sifatida yengil massaj turlari, qizdiruvchi, relaks, lechebniy, olovli banka, olovli terapiya va fizioterapiyani qo'shib beriladi. Ha aytgancha, kursimizda sizga kitob va qo'llanmalar hadya qilinadi. Viloyatliklar uchun bepul yotoq joy mavjud. Kurs haqida ma'lumot va narxini bilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga plyus belgisini qoldiring.